Mazlumlarning nidasi. Armanlarning sadası. Hürlük şeydalarının, vatan sevdalarının dava meydanı. Hürlük yolda izlengüçlerinin meknet meyvesi. Uygur nidası Tor Radyosu. Uygur nidası Tor Radyosu. Assalamu alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınızlar Uygur nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulümide imravatkan halkımızın ahuzarını dünyaya anlatış. Vatan içi sırtidaki halkımız təqdirge münasibetlik muhim haber, uçurlar ve mulahizlerden kişilerini haberdar kılış. Dinli bilimler, tarihimiz, esil edebi miraslarımız arkalık evlatlarda sağlam itiqad, gurur ve ana til söygüsü yetildiriş nişanı bilen vatan davasida tigişlik mecburiyetini ada qilishni maqsad qilgan Uygur nidası Tor radyo televiziyasi dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom ve salamlarını yollaydı. Yürüki vatan deb soqqan vicdan egalarining moddiy ve ma'naviy qo'llashi bizning mavjudligimizning kapolatidir. Assalamu alaykum hürmetlik ana til ve el süyer qarindishim. Avlodlaringizga suyumlik payg'ambarimizni tonutishni, esil an'analarimizni o'rgatishni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Siyrat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Peygamber aleyhisselamның hayatı, iş faaliyetleri, hikayeler, şeriyet gülzarı, sayahat hatırısı, kızıkarlık kartonlar, sahabiler hayatıdan ünciler katarlık, rengdar sahifeler arkalık ösmirlerimizin dikkatini celp kılgısı. Siret Ösmirler jurnali pesirlik bulup her ayda bir ketim siz bilen yüz görüşüdü. Her san 60 bet etrafıda. Siret Ösmirler jurnalının davamlık neşir kılınışı ve terakkiyatı sizin jurnalimizga müşteri bulup yakından kollap kuvvetlişinizge bağlı. Dünyanın her qaysi joylarida bu jurnal kirmagan birmi Uygur ailesi kalmaslığı üçün Siret Ösmirler jurnaliga müşteri bulun. Müşteri tepin ve tavsiye kılın. Tamçı köl bulur, qollasanlar terakki kılır. Tirishchanlik bizden, muvaffaqiyat Allah'tandır. Kamali ihtiram bilen Siret Ösmirler jurnali. Telefon numari 0090 553 070 73 50. Ana til dərslikiga xaridar chaqirish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ana til tashabbuschisi Abduvali Ayib efendi tarafidan tuzilgan Ana til darsligi nashrdan chiqish oldida turmoqda. Bu kitobdagi asarlarni avtor o'zi yozgan va Uyg'ur bolalar adabiyoti javharlari asosida ratlab chiqqan bo'lib, bolalarning yeshi, mijozi va qiziqishiga mos holda tuzilgan. Savodi yangi chiqqan, chali chiqqan va yiziqchilik saviyasi to'liqlashga muhtoj o'quvchilarga mos keladi. Kitob oddiy tildagi she'r, qo'shiq, hikoya, cho'chaklar bilan boshlanib tadrijiy beyib mavdu va bolalarni tabiiy ona til dunyosiga boshlab kirdi. Kitobda har darsdan keyingi ko'nikmalar va oylik sinoq savollardan tashkil topgan bo'lib, bolalar oilada o'rganib ketaraydi. Agar muhojiratdagi ona til kurslariga darslik qilinsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Hamda oilada urf-odat, qoida-usul va madaniyat darsligi bo'lishga tamoman mos keladi. Bu kitobni keng doirada tarqalishi va har
har bir Uyg'ur oilasida bo'lishiga kapolat qilish uchun kitobning mazmuni, sifatiga alohida ahamiyat berish bilan birga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakolatan sotuvchilar belgilandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Safaköy va Zaytunburnu rayoniga setish nuqtasi ta'sis qilindi. Kitoblarning to'p tarqilishiga mas'ul xodim Nabijon Ala. Aloqa telefoni va WhatsApp nomeri 0090 535 84 86 039. İlxat adresi artuchbug'ra 2015@gmail.com. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Bugun 22 yanvar yakshanba. Men bu haftalik anglitishimizning riyosatchisi Abdusalom Uyg'ur. Tövəndə mən sizlərə bu haftalik anglitishimizni qısqacha tunishtirib o'taman. Aldı bilan anglaydiganlar o'z va ixtiyori muxbirlarimiz tayyorlagan mikro xabarlar sahifasi. Buningda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga munosabatlik o'tgan bir haftalik qisqa xabarlar anglitildi. Arqadan anglaydiganlar mulohizalar sahifasi. Bu sahifamizda vatan ichi va sirtidagi xalqimizning taqdiriga munosabatlik voqea hodisalar haqida tahlil va istiqbolimizga munosabatlik yangi ko'z qarashlar diqqatingizga sunildi. Uningdan keyin anglaydiganlar ruh durdonlari sahifasi. Bu sahifamizda klassik va hozirgi zamon yozuvchi shoirlarining esil asarlari huzuringizga sunildi. Oxirida anglaydiganlar kashmish va ibrat sahifasi. Bu sahifamizda saltanatlik tariximizning shon shuhrat va ibrat bilan to'yingan sahifalari diqqatingizga sunildi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Qaraxonning anglitishida tövəndə anglaydiganlar mikro xabarlar. Bu xabarlarni o'z muxbirimiz Artuchbug'ra tayyorladi. Xitoy tajovuzchilari ündidar uchur vositalarida bayroq chiqarishni umumlashtirmoqda. Yaqinda Xitoydagi ijtimoiy aloqa vositalarida bo'libmi ündidar to'plarida tarqalayotgan bir uqtirish va buningga aloqador faoliyatlarning har qaysi to'plarda keng avjilishi muhojiratdagi Uyg'urlarning diqqatini tortmoqda. 2017-yil 1-oydan boshlab Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarning har qaysi ündidar to'plarida dushanba kuni atgan soat 8 da Xitoy bayrog'ini chiqarish uqtirishi keng tarqalgan bo'lib, bu uqtirishga asosan dushanba kuni sahar soat 8 da har qaysi ündidar to'plarda birdek to'p boshqaruvchilar tarafidan Xitoy bayrog'i chiqarilayotgan sin ko'rinish va Xitoy davlat she'rining Uyg'urcha tarjimasi yo'llanishga boshlagan. Buningga munosabatlik uqtirishning mazmunidan ma'lum bo'lishicha, ündidardagi har qaysi to'p boshqaruvchilariga bu faoliyatni davomlashtirish haqida besim qilinganligi ma'lum. Ündidar to'plarida bayroq chiqarishga munosabatlik uqtirishlarda har haftaning dushanba kuni Urumchi vaqti soat 8 dan 10 o'tkicha barliq ündidar to'plarida bayroq chiqarish faoliyati elib beriladi. Bu masalaga sal qargan har qanday hay'at to'pdan bevosita chekindirildi deyilgan. Shundaqla yana to'pda bayroq chiqarilgan vaqtda har qaysi hay'at va fidoilarning to'pning tinchligini saqlagan asosda inkos bildirmay sukut turishi eskartilgan. Demak, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkiston xalqiga o'zining tajovuzchi ekanligini majburiy besim bilan e'tirof qildirishga harakat qilayotganligi oshkor bo'lmoqda. Tumarisning anglitishida o'z xabarimiz. Rina hujumchisining tutilishi bilan Uyg'urlar xotirjam bo'ldi. Turkiya matbuotlarining 19 yanvar bergan xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Turkiyadagi Yangi yil kechasi yuz bergan Rinadagi qonliq voqeani paydo qilgan terrorchining tutilishi bilan Uyg'urlar xotirjam bo'ldi. Voqeani sodir qilgan terrorchining voqeadan keyin qochib yurishi bilan Turkiya axborotlarida kun tartibga kelib, uning Daeshning mansubi bo'lishdak tarafi bilan birlikda uningga Uyg'urlarning yordam qilganligi va uning Uyg'ur ekanligidek turli xabarlar ham bu vaqtdagi analizlar ko'plagan axborot vositalarida yer olib, Turkiya va dunyoning har qaysi joylarida istiqomat qilayotgan Uyg'urlarning ko'nglini parokanda qilgan edi. Uning tutilib iqror qilishi bilan Uyg'urlar xotirjam bo'ldi. Istanbul saqchilari uning inglizcha bilmaydiganligini, uni ruscha va arabcha tilda so'roq qilganligini oshkor qildi. Buning bilan Xitoy tajovuzchilarining Rinadagi terrorlik voqeasini Uyg'urlarga ortib, Uyg'urlarni Daeshchi qilib qaralash suiqasdi barbod bo'ldi. O'z xabarimiz.
Xitoy tajovuzchilarining muhojiratdagi Uyg'urlarni urug' tuqqanlari orqali besim qilish harakati kuchayganligi ma'lum bo'ldi. Sharqiy Turkistondan egilgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari chet elda urug' tuqqanlari va Uyg'ur oilalarga shu tavallikdagi Xitoy kadridan birini qo'shmoq tuqqan nomida soqchilikqa qo'ygan. Tuqqan bo'lgan kadr Xitoylar mazkur Uyg'ur oilalariga yaqinlashib, ularning uylarida bir necha kun yetib qopib, Uyg'urlarning uyini kuzatish bilan birga ularning chet eldagi tuqqanlarining yağlıq çekken ve namaz okuyduğanları bolsa, ularga yağlıq çekmeslik hem de namaz okumaslık hakkında tuqqanları arkalık besim kılgan. Demek Xitoy tajovuzchilari elib beriyotgan qo'shmoq tuqqan siyosatining aslida Uyg'urlarni nazorat qilish hamda ularni dindan suslashtirish, chet eldagi tuqqanlarni kontrol qilish vazifasi borligi oshkor bo'ldi. Әмді huzurunlarga vatan içi sirtidagi xalqimiz taqdiriga munosabatlik muhim voqea hadislar haqida tahlil va istiqbolimizga munosabatlik yangi ko'z qarashlarni sunishni maqsad qilgan muloyizalar programmamizni anglatamiz. Alama Muhammad Iqbolning Sharq Turkistonga bo'lgan qarashi va Pokiston siyosatchilarining xiyonati. Mirkamil Qashqarli. Yaqindan buyon Pokistonning yuqori darajalik davlat rahbarlari va amaldorlari Xitoyning yoqtirishini qo'lga keltirish maqsadida ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston musulmonlarga qarshi orqam-orqa dushmanlarcha bayonotlarni e'lon qilmoqda. Bu bayonotlar Sharq Turkiston xalqini ummatning bir parchasi deb qaraydigan dunyoning har qaysi joylaridagi sezgur musulmonlarni qattiq o'kindirmoqda. Ve ular bununla qarta bir İslam davlatiga qat'iy yarashmaydigan pozitsiya deb baho bermoqda. Xabarlarda e'lon qilinishicha, Pokiston prezidenti Memnun Husayn 2015-yili 16 dekabrdagi Xitoy ziyorati jarayonida armiyamiz Pokistonda turishliq Uyg'ur mujohidlarni butunlay tozalab bo'ldi deb bayonot e'lon qilgan bo'lib, buningdan qattiq suyunib ketgan Xitoy hukumatimi Pokistonda hayot qolgan Uyg'ur musulmonlarga qarshi harbiy harakatlarni uzildirmay davomlashtirishni talab qilgan. Xitoyda ziyoratda bo'lgan Pokiston armiyasi davlat aloqa ishlari direktori general Asim Salim Bajvami Xitoyning Yarshari gazetasiga bergan bayonotida Pokistonda panohlanayotgan Uyg'urlarni imo qilgan holda Xitoyning dushmanlariga qarshi armay-tarmay kurash qilamiz. Xitoyning dushmanlari bizning dushmanlarimizdir. Xitoyning dushmanlarini yanjib chaylashdan va yo'q qilishdan qat'iy chekinmaymiz degan bo'lib, Pokistonning mustaqil davlatligiga mos kelmaydigan va qat'iy yarashmaydigan bu bayonoti og'ir tanqidga uchragan edi. Vaholanki Pokiston rahbarlari yo'q qilayotgan va yo'q qildiganligini ilgari surayotgan Sharq Turkistonliklar Xitoyning diniy zulmidan qochib, islomga uyg'un shaklda hayot kechirish orzusida o'xshash bo'lmagan yo'llar orqali Pokistonga kelgan va Xitoyga qaytirib berilishdan ansirab, oshkora panohlik tilolmaganlikdan Pakistan'ın qabila rayonlarida hayotlarini qo'g'dashga majbur bo'lgan g'ayri rasmiy panohlanuvchi salohiyatiga ega musulmonlar edi. Shunga Xitoyning ularga kaydirmoqchi bo'lgan terrorlik qalpiqi Pokistondan boshqa hech bir davlat tarafidan qabul qilinmadi. Qabul qilgan davlatlarmi uzunga bormayla ularni terrorlik tizimligidan chiqarib tashladi. Chunki ularning bugungi qadar Xitoyga yoki Pokistonga qarshi hech bir qurolli hujumi ko'rilib boqqan emas. Xitoyning ilgari surgan ayblashtirimi xalqaro o'lchamga tushmayli qolmasdan, balki texi yetarlik paketmi yo'q. Uningdan boshqa yana Xitoy davomli dunyo jamoatchiligining oldida azvaylab kelayotgan va 2001-yildan buyon g'oyib bo'lib ketgan atalmish Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining Pokistonda mavjudligimi texchi isbotlangani yo'q. Shundoq bo'lishiga qaramay, hozirga qadar yuzlagan Sharq Turkistonlik ko'chmanlarning Pokiston armiyasi tarafidan bombardimon qilinib o'ldirilganligi va yana yuzlagan Sharq Turkistonlikning Xitoyga qaytirib berilganligi ma'lum. Darvaqa
Pakistanning islomiy qarindoshlikqa qat'iy sig'maydigan, faqat va faqat Xitoyga xushomat qilishni maqsad qilgan bu xil qilmish va bayonotlari birinchi bo'lib Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan mislsiz zulmlari va favqulodda tez suratda ijro qilayotgan assimilyatsiya qilish yoki maxfiy yo'q qilish siyosatlari ostida jonlari badliga milliy va diniy qimmat qarashlarini qo'g'dab qilish ko'rishini davomlashtirayotgan musulmon Uyg'ur turklarini qattiq o'kindirmoqda. Qalblariga zahar xanjar bo'lib sanjilmoqda. Minglagan yillik qo'shnisi, o'zaro intayin cho'nqur urug' tuqqanliklari va madaniyat rishtalari bo'lgan, eng muhimi musulmon qarindoshlari bo'lgan Pokistonning bir o'chim kapitalistlarning Xitoydagi manfaatini daqla 25 million Sharq Turkiston musulmonlarini fursat topgan hamma yerda qurbonlik qo'y o'rnida ko'rishi, qalblarda o'rnini to'ldirib olish mumkin bo'lmaydigan yarlarga yo'l ochmoqda. Pakistanning musulmon qarindoshlariga qaratgan bu nohaq pozitsiyasi Turkiya va Ozarbayjon qatorliq turk va islom dunyosidagi vijdonli yozuvchi, jurnalistlarning qattiq noroziligiga uchirmoqda. Televiziya programmalari va gazet jurnallarda kun tartibga keltirilmoqda. Turkiyalik jurnalist Yücel Tuncay Efendi bu haqdagi maqolasida buningdan keyin Pokiston mening nazarimda islom jumhuriyati emas, Xitoyga xizmat qildigan va Xitoy nima desa shuningga ma'qul deyishni bildigan Xitoyning qo'l chumoqchisidir. Xitoyga tava qo'rchoq bir hokimiyatdir. Xitoy bilan Pokistonni Hindistonga o'rtaq dushman qilgan va Hindistonga qarshi birlashtirgan omil nima bilamsizlar? Pokistonning izilgan musulmonlarning yenda emas, zolimlarning yenda o'rin olishni tanlaganligidir. Ey g'afillar, shuni unutib qilishmanglarki, Hindiston shuncha cho'ng yetarsizliklariga qolmasdan Xitoyda zulm chekkan va bisimga uchirgan Tibetlik, Sharq Turkistonlik hamda ikki Mong'oliyalik minglagan panohlanuvchilarga quchoq ichib, ularning ozodlik kurashlarini qo'lladi. Sizlar kafir deydigan bu Hindiston davlati sizlarga o'xshash diniy qarindoshlarini Xitoyga sotmadi degan so'zlari bilan Pokistonni og'ir darajada tanqid qildi. Pakistanning hozirgi davr atoqli yozuvchilaridan Faraz Talant efendimi Pokiston hukumatining yaqindan buyon Sharq Turkistonliklarga qaratgan siyosatiga norozilik bildirib, Pokistonning eng nopusli gazetlaridan biri bo'lgan Shafaq gazetida e'lon qilingan kommunist Xitoylarning islomga bo'lgan dushmanligi va Pokistonning sukut qilib turib olishi nomli maqolasida Allama Muhammad Iqbal alayida ko'ngil bo'lgan tarixiy Qashqar shahrida bir kishining soqol qo'yganligi va ayolining ro'molni olmasligida ching turib sababidan og'ir qamoq jazosiga hukm qilinganligini eslatib, Pokiston hukumati g'arbdagi islomga bo'lgan o'chmanlik harakatini shuncha qattiq tanqid qiladi-yu, nima uchun kommunist Xitoyning islomga bo'lgan dushmanligini ko'rmasga soladi? Bu butunlay ikki yuzlimilik bir pozitsiya. Buni hargizmi qabul qilishga bo'lmaydi deb yozgan bo'lib, u maqolasida yana mundaq deyilgan edi. Pokistonning fikr otisi, atoqli islom mutafakkiri va shoiri Allama Muhammad Iqbal o'zining eng muhim vakil xarakterlik she'rida Qashqarni muqaddas haramni qo'g'daydigan islom dunyosining sharq chegarasidagi eng mustahkam qal'asi deb tasvirlagan. Sharq Turkiston musulmonlarining bu shaharni islomning eng muborak, ulug' orzuliq shaharlari qatorida ko'rganligini ifodalagan edi. Biroq navbatdagi vaziyatning bizni eng o'yga soldigan tarafi islom va Sharq Turkiston musulmonlariga qarshi Xitoy zulmining mana amdilikda Allama Iqbal shuncha ahamiyat bergan Qashqar shahrini markaz qilgan holda davomlashayotganligidir. Bugungi kunda kommunist Xitoy hukumatining zulmlari va islom dushmanligini Pokiston hukumati mas'ullarining ko'rmasga silishi va sukut qilib turib olishi to'liq ajablanarli bir ahvol. Vaholanki Pokistonlik siyosatchilar fursat topsalar g'arbdagi islom dushmanligini qattiq tanqid qiladi. Undaqda kommunist Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qilayotgan zulmi va islom dushmanligining g'arb allaridagidan zoda nima farqi bor? Men Pokiston siyosatchilarini va hukumat mas'ullarini har kuni texmi shiddatli tus elib, chekdan eshib ketayotgan Xitoyning zulmini va islom dushmanligini ko'rishga chaqiriq qilaman. Bizning samimiy qo'shnimiz bo'lgan kommunist Xitoy bilan o'ltirib so'zlashadigan vaqtimiz kelib qoldi. Ular bilan islom dushmanligi va Sharq Turkiston musulmonlariga qaratgan zulm siyosatlari haqida suhbat o'tkazmasak bo'lmaydigan chog' yetib keldi.
Darvaqa Faraz Talat apandi degandek Hindistondagi musulmonlarning ozodlik engini uyg'otib, Ingliz mustamlikasiga qarshi mustaqillik tafakkurini singdirish orqali Pokistonning qurilishiga rahbarlik qilgan Pokiston Islom Jumhuriyatining ma'naviy qurg'uvchisi, fikri dohiysi, islom tafakkuri va milliy shoiri Allama Muhammad Iqbal Sharq Turkiston musulmonlarining elib berayotgan ozodlik kurashlariga alohida ko'ngil bo'ladi. U yozgan she'rlari bilan Sharq Turkistonning Xitoyning emas, balki islom dunyosining ayrılmas bir parchasi ekanligini va Sharqdagi eng muhim qal'asi ekanligini o'tirg'i qo'ygan edi. Uning bir bo'lsin musulmonlar haramni qo'g'dash uchun Nil sahildan tortib Qashqar tuproqlarigacha degan bu she'rda bayon qilinganga o'xshash islom mutafakkiri Allama Muhammad Iqbal yolg'iz Hindiston musulmonlarini emas, balki butun dunyo musulmonlarining birligini, ummat qarishi va ijtimoiy tavhidini qaytadan barpo qilishning g'amida kech-kunduz o't bo'lib yondigan ulug' olim edi. Şoň u bir tarafdan islom dunyosining g'arbdagi eng muhim qal'asi deb qaragan Turkiya, ya'ni Osmanlı xalifaligining og'dirilishini to'sib qilishga qo'lidan kelishicha kuch chiqarib, Çanakkale urushiga yordam to'plash uchun safarbarlik boshlab, nurg'un qitim maxsus konferanslarni chaqirish orqali 1,5 million sterlin to'plab Turkiyaga avatgan bo'lsa, yana bir tarafdan islom dunyosining eng sharqidagi muhim qal'asi deb qaragan Sharq Turkistondagi musulmonlarning ahvolini yaqindan kuzatib, ular haqida ma'lumotlar egilashga tirishadi. Hindiston xalqining Sharq Turkistonga bo'lgan tunishini oshirish uchun she'r leksiyalarida maxsus tilga ilib qolmasdan, hatto maxsus bayonot va axborotlarni e'lon qilgan edi. Tarixda islom dunyosiga nisbatan 2-Buxoro deb nom olgan Qashqarga yoki Qarxonilar davlatining poytaxti Qashqarga alohida ko'ngil bo'ladi. Şoňa 1920-yillarda Xitoy ishg'oliyatiga qarshi Xotanda bosh ko'targan mustaqillik kurashlariga o'zining Farscha yozilgan Payomi Mashriq nomli asrida alohida o'rin bergan va vataningning yirik qumlari sening putunga go'yo Yasemindur ey Xotan. Kiyiklaringga o'xshash larzan yo'lingni davom qil. Teximi tezroq qadam tashla, manzilimiz to'limi yaqindir degan she'rlari bilan Sharq Turkiston mujohidlariga jasorat berib qolmasdan, Sharq Turkistonning ozodligini o'z g'oyasi va o'zining nishoni sifatida o'tirg'i qo'ygan edi. Allama Muhammad Iqbal Sharq Turkiston musulmonlariga shu qadar ko'ngil bo'lganki, nurg'unlagan chog'larda Sharq Turkiston tarix madaniyati va ayni chog'dagi vaziyati haqida analizlarni elib borgan, bayonotlarni e'lon qilgan edi. Hatta 1933-yili 12-noyabrda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qaytadan Xitoyning ishg'oliyatiga duchor bo'lgandan keyin Hindistonga hijrat qilishga majbur bo'lgan. Uyg'urlarning dostonlashgan mujohid rahbari Muhammad Amin Bug'ra hazratim bilan Lahorda ko'rishib, uzungacha fikr almashtirgan edi. Hurmatli radio anglag'uchilar, Muloyizalar sahifamizning bu haftalik anglitishi vaqt munosabati bilan mushayda oxirlashdi. Keyingi hafta davomini anglitamiz. Endi anglaydiganinglar Ruh Durdanlari sahifasi. Klassik va hozirgi zamon yozuvchi shoirlarining esil asarlari orqali kishilarimizning ruhiyat dunyosiga lazzat beg'ishlash bizning umidimiz. Çalı tekken ok. Mehmetli zunun teşnai. Vaderiha oknu tekküzduk çala. Şu tüfeyli bağrımız kanlık yara. Kamç kaltek astıda kaldık yine. Koş bilen söremgü mekkum uykala. Tehrimizden ot çiçildi kançeret. Kıp kızıl yangıngı çömdü tağdala. Köymidi yangında sırtmak ne üçün? Ne üçün biz bu balağa muhtala? Endi bilsek oknu tekküzduk çala. Hemmidin better iken sülhi sala. Vaderiha oknu tekküzduk çala. Hemmidin yaman iken sülhi sala. Ko'ngillarda va amallarda biz
Abduvali Ayub. Misrda uchratgan o'quvchilarning oldimda doim biz deb so'zlashlari masligimni keltirdi. Ularning bilib bilmay meni bizning qarshisidagi haqqi chiqarib savol so'rashlaridan ma'lum bir mudofaa temini hozirlab yoki aniq bir maydon bekitib olganligi ko'rinib turadi. Mencha mustabid tuzumda yashagan yoki yashayotgan kishilar mushundoq tafakkur qiladi. Chunki hokimiyatning o'zi bir qutb bo'lib, o'ziga yantayoq bo'lmasa qarshi qutbga tava qilib dushman sanaydi. Jim turgan, sukut qilganlar gumonliq qariladi. Mustabid elde yantayoqlarning kuni to'xtamay sadoqatini isbotlash bilan o'tadi. Ularning ko'ngli o'zini doim bir dushmanga qarshi qo'ymasa aram topmaydi. Mustabidlikda yashagan kishilar ikki qutblik tafakkur qildiganligi uchun to'xtamay qarshi qutbligini izlab dushmanlik qilish orqali o'zining qutbida qanchalik qat'iy ekanligini ko'rgazma qiladi. Bu yo'lda doim baslashadi, doim silish turadi. Hamisha o'zining ustunligini bildirgisi keladi. Ular o'zining qimmatini qarshi tarafning qimmatsizligini jakarlamay turib yoki qarshi tarafning bir tiyinga arzimay qolganini xaloyiqqa sazoyi qilmay turib his qila olmaydi. Misrdagi ba'zi taliblar bilan aramdagi haq biz fasili bahar oylarida yozilgan Misrg'imi Turkiyagami mavzuliq yozmam sabablik oshkorlangan bo'lib, Uyg'urning bir fikr atrofiga uyushmig'i bakmu tas davrda bundaq hamdamdilikdan suyunganmi bo'ldim. Misrdagi Uyg'ur o'quvchilar bilan yuz turani to'rda va ayrim paranglashish jarayonida ikki qutblik tafakkurning meni va ularni naqadar zaharlaganligini his qildim va buning manbasi haqida o'ylandim. Kichigimda naqshlar seriq naqsha va qizil naqsha deb ikkiga ayriladi. Kishilar inqilobchi bo'lishi, so'zlar inqilobiy bo'lishi, maqsad inqilob uchun bo'lishi kerak edi. Bundaq bo'lmaganlar aksida inqilobchi bo'ladi. Undaqlarning so'z, qiliq va muddaolari albatta aksil inqilobiga tava bo'ladi. Jamiyatdagi ziddiyat azguchi sinf bilan izilguchi sinf o'tirsidiki bo'lib, azguchilar yo'qolmag'icha sinfiy kurash oyoqlashmaydi. Qizil armiyaning mashrang shapkasini kiyib, mavzudun uzunlarini yatlab yurganlar ilg'orlar sanılib, beshiga do'ppi kiyib, yog'liq artganlar ko'nglik tarafdorlari deyiladi. Kalimiz azroq tafakkurga ulashganda dunyoni moddiymi yoki ongmi deb so'raydigan bo'ldi. Davlatlar cho'qim sotsialistik bo'lmasa kapitalistik bo'ladi. Dushman kuchlarning ideologiya sepiga singib kirishning qandoq oldini olishni o'rgandik. Bir mezgil adabiyot darsligimizda liberalizmga qarshi turayli degan tekstni o'qib, liberalizmga o'sh qilindik. Chunki liberal demak erkin demak edi. Demak, erkinlik mustabidning qarshisida bo'lg'achqa, hozirgacha o'shligimizni davom qilyapmiz. Shundoq tarbiyada, tashviqotda yetishgan kishilar tursak, ma'rifning diniy va fanniy deb ayrilmaydiganligini, ilmning fanniy va diniy deb bo'linmaydiganligini, ziyoli deganlik nur egisi, nur oshiqi degan bo'lganligini, inson qalbini zulmatdan qutuldiruvchi nurning iymon ekanligini, Qur'onning nur deyildiganligini qandoqmi qabul qila olamiz? Demak, mayli maktabda o'qigan, mayli mollamda o'qigan bo'layli, qalbimiz nurga haqiqiy erishmagachga, nurlanmag'achqa, dunyoni moddiy yoki ma'naviy, millatni musulmon yoki Uyg'ur, ilmni diniy va fanniy deb ayirib, birini do'st, yana birini dushman ko'rilgan ikki qutblik tafakkurdan qutula olmoqdamiz. Misrdagi leksiyaga qiz o'quvchilarning chaqirilmaganligidan afsuslandim. Azharga ketib o'tib, yo'lda Uyg'ur qizlarni ko'rgan edim. Azharning qizlar bo'limi atrofidami qizlarimiz uchirgan edi. Men tunuydigan birodarlarning qizlari, singillari bor edi. Ammo u kuni birsimi yo'q. Bir hafta jarayonida izdegan o'g'illarning oyiqi uzilmadi. Biroq qizlar yo'q. Surishtirsam, qizlarni tunimaydigandek, tilga ilishni xohlamagandek, cheklangan temidek bir hol ko'rildi. Misrda bexatarlik bo'libmi qizlarning omonligi oson daxliga uchraydigan bo'lg'achqa, indoneziyalik o'g'illar navbatlashib qizlarni qo'g'dab maktabga olib akilib qo'ydi ekan.
Uyg'ur o'g'illar buni qilolmadik deb hasratlanishdi. Unda qilsa fitnaga qilishdan ehtiyot qiladi ekan. Qizlar avtobusda arab erlarning yenda o'ltirishga rozi ekanki, Uyg'ur o'g'illarga yaqin yo'lamaydi ekan. Chunki fitna bo'lgudek. Shuning bilan Misrlikqa tekkan bir qiz o'quvchi esimga kelib qoldi. Ketadigan kuni kechda yo'lda Uyg'ur qizlarni necha qitim uchratdim. Jiroqdan meni ko'ribla yo'lning boshqa tarafiga o'tib ketishdi. Yaqinda bir ijara binoda qizlar parakanchilikka uchrabdi. Buningdan g'azablangan bir bola menga Turkiyada bexatarlik ahvoli qanday, qizlar maktabning yotog'iga o'rinlashib o'qiy olamdi deb so'rabdi. Bu savollardan Turkiyadagi qizlarning ahvolini bilmaydiganligi ma'lum edi. Ma'lumatsizlik xatarlik. Fitnadan qo'rqib hamshirlarga ega bo'lmaslik texmi xatarlik edi. Qizlarni yeklab fitnaning manbasi deb qarash, qizlarni qarshi safga ayirib, biz va bizning demaslikmi qalbning qorong'uligi, xunukligi va nursizligining isboti xolos. Misrga bormasdanla bu yerdagi ustozlar orasidagi ko'ngilsizliklarning purqini olgan edim. Bargan kunimdan boshlab bu puraq bargancha ichimni etishtirg'ili turdi. Nopusliq bir aylanga bu vaqtda masla soldim. Uning siz emas, xili odamlar chiqib bu so'ringa jug'lay olmagan, aplashtirolmagan. Sizmi qila olmaysiz. Aplashmaslikning hadisga uyg'unligi haqida bayonoti tursa deb qoqshab ketganini anglab qo'ydim. Ammo ishonmadim. Arada 3 kun o'tib, yana bir aylan bu yerdagi boshlarni bir yerga yig'ishni taklif qilib, ching turib oldi. Ustozlarning cho'nglari bilan asosan mo'ndishib chiqqanim uchun yig'olmasligimga ishonmadim. Nazarimda ular bilimlik, ibodatlik, qadrdon kishilar edi. Hammasi bilan dinning, musulmonlarning xizmatidan boshqa g'amlarni qilishmagan edik. Bir-birlab telefon qildim. Bir aylan telefonni qat'iy olmadi. Qolganlarning ko'pinchisi so'rinda kimning bo'lganligini so'radi. Bir qismi ahvolga qaraydigan bo'ldi. Kechda saqlaganimizda faqat keladi deb o'ylagan bir ustozdan boshqasi kelmabdi. Şu an esimga men bilan qancha kundan beri birga yurgan bir guruhining leksiyamga meni yolg'iz uzitib qo'ygani keldi. Chunki leksiyani ularning ustozi o'sh kishilar uyushtirgan edi. Ustozlarni saqlab tarqab ketdi. Hatto leksiya o'rnini topolmaydiganligimni bahona qilib, birga ilib olgan inimizmi gapki qilishdan qo'rqib ketib qoldi. Chegara bu qadar mustahkam. Sorundan umidsiz, unsiz, halsiz yotdim. Leksiyamda biz deb turib savol so'ragan, torlarda men bilan biz deb turib munozirlashgan beg'ubar ko'zlar, qizg'in yuzlar ko'zimga shunchalik bechora ko'rindi. Ayrim ko'rishgan chaqda so'zlaridan millat, ummat, ilm, iymon iboralari to'kilib turgan ustozlarning amaldagi boshqacha obrazidan umidsizlandim. Qutupluq tafakkur ularning tilini oyatga keltirgan bilan qalbiga Qur'onning nurini yetkazamagan edi. Hammani anglagan edim. Misr Uyg'ur jamoati ichidagi ustozlar bosh bo'lgan bu ixtilof, yaklash, cheklashlarga sabab bo'lgan ziddiyatlik fikr omili yo'q, yurtvozlik omili yo'q. Faqat talishadigan shuhratdan, quturayotgan hasratdan, kushkurtayotgan xunuklikdan boshqa hech sabab mavjud emas edi. Izdiqo Afrika cho'llarida sarson bu jamoatning biz deyalaydigan imomlari yo'q edi. Vatansiz bu mas'ullarning bizni o'gitadigan ustozlari yo'q edi. Umidvar bu karvonning yo'l boshchilarini mugdak bosgan edi. Saltanatlik tariximizning shon-shuhrat va ibrat bilan to'yingan sahifalari orqali angluvchilarimizga kashmishlardan uchur berishni maqsad qilgan Kashmish va ibrat sahifasi siz bilan birga. Assalomu alaykum, hurmatli radio angluvchilar. Men Uyg'ur Nidosi Tor radiosi Kashmish va ibratlar sahifasining riyosatchisi Qaraxon. Bu haftalik Kashmish va ibratlar sahifamizda Muhammad Amin Bug'ra asarlari nomli tarixiy asarni anlatishni davomlashtiramiz. Bu kitap
mərhum Muhammed Əmin Buğra vafatının 50 yıllıqığı bağışlandı. Nəşrga tayyorlovchi Abdujelil Turan. Afg'onistonda Tashqi ishlar ministri Fayzi Muhammad Xon, bosh ministr Sardar Muhammad Hashim Xonlar bilan ko'rishdim. Ko'p hurmat va hamdardlik ko'rsatdi. Men ularning hurmatlariga tashakkur qilish bilan birga o'z fikrimni va maqsadimni ochiq arz qilib dedimki, men Afg'oniston hukumatining tarafsizlik siyosatini obdan bilaman. Şuna Afg'onistonda turgan mezgilimde hiçbir siyasi faaliyet ilip barmayman. Ama Afg'oniston hukumatidan şunu iltimos qilaman ki, vatanim uchun harakat qilish fursati kelganda Afg'oniston hukumati mening darhol Afg'onistondan chiqib harakat qiladigan bir yerga ketishimga ruxsat qilsin. Sardar Hashim Xon va Fayzi Muhammad Xonlar bu fikrimni xo'shallik bilan qabul qildi va Afg'onistonda xotirjam yashashimga yordam qilishga va'da qildi. Kabuldagi 7 yillik hayotim jarayonida qiyinchilik tortmay yashadim. O'zimni oshkorlamay deb jurnalist va siyosiy sohadagi kishilar bilan aloqa qilmadim. Bu mezgilda turkcha, arabcha, farscha va urdu tillarini bilganligimdan foydalanib, bu tillarda menga kerakli kitoblarni yig'ib, gazet va jurnallarga mushtari bo'lib o'qish bilan dunyo millatlarining siyosiy va ijtimoiy ahvolini tadqiq qilish bilan shug'ullandim. Yani bir tarafdan vatanim uchun zamonaviy usulda bir tarix yozish ishini boshladim. Natijada Sharqiy Turkiston tarixi nomli kitobni yozib tamomladim. Buningdan boshqa vatanimning jug'rafiyasi va boshqa temalarda risolalar yozdim. Dunyo siyosati va millatlarning siyosiy, jug'rafiy, ijtimoiy va iqtisodiy vaziyati bilan o'z yurtimning vaziyatini va millatimning ijtimoiy, ilmiy va iqtisodiy vaziyatini selishtirib tadqiq qildim. Yurtimning istiqbolini yaxshi bir oqibatga ega qilish uchun o'zimga to'g'ri bir yo'l tepishga tirishdim. Çin-Yapon urushi boshlanganda ba'zi kishilar menga Yaponlar bilan birlikda harakat qilishimni tavsiya qildi. Ammo men buni muvofiq ko'rmadim. Chunki Yaponlarning yordami bilan yurtimni ozod qilishni ancha mumkin emas deb qaraydim. Agar mumkin bo'lsa-mu, bu xo'jayin yengishlimakdan boshqa bir natija qo'lga keltirmaydiganligini aniq bir haqiqat deb tushunmoqda edim. Sharqiy Turkiston u chaqda Çin, Rus va Yapon tahdidi ostida edi. Demak, Sharqiy Turkiston yo'lvas, iyiq va bo'rining o'rtasida qolgan qo'yning holatida edi. Bu ahvoldagi qo'y agar aqlini yo'qotmasa, uning ojiz dushmanning himoyasiga ega bo'lib, jinini qutqizish uchun u ojiz dushman bilan hamkorlashishni xohlaydi. Bu fikr bilan men Çin hukumati bilan kelishim qilish qaroriga keldim. Ammo bu vaqtgacha Çin hukumati bilan hech bir aloqa qilmaganligimdan Çin hukumatiga udul qarorimni bildirishni munosib ko'rmay bir vosita izlab turgan vaqtda 1939-yili 11-oyning 2-kuni İsa Aliptekin efendi Kabulga keldi. İsa Aliptekin efendi yurtning ozodligi uchun yurt ichida harakat qilishga imkon topolmaganlikdan Çinga berib hukumat arboblari bilan so'zlashish, gazet jurnal nashr qilib
yurttaşlarını o'qitish ishlari bilan tirishayotgan bir sabdishim edi. Çin-Yapon urushi davrida Çin hukumati tarafidan islom ellariga bir do'stlik ziyorat hay'ati avatilgan bo'lib, İsa Aliptekin Efendi bu hay'atning raisi edi. İsa Aliptekin Efendi islom ellarini ziyorat qilib Kabulga keldi va hukumat mehmoni bo'lib bir qancha kun turdi. Bu muddat ichida İsa Aliptekin Efendi bilan uzun muzokaralar qilib, Çin hukumati bilan kelishim qilish usulini muvofiq ko'rdik va İsa Aliptekin Efendi vositachilik vazifasini ustiga oldi. İsa Aliptekin Efendi qo'lidan marshal Jiang Kaishi, Jiang Jieshi va boshqa muhim shaxslarga maktub yozdim. Çin hukumatidan javob keldi. Mazmuni Hindistonga o'tib, u yerda Çin va Turkistonning o'rtaq manfaati uchun xizmat qilishimni Çin hukumatining muvofiq ko'rganligidan iborat edi. Hindistondagi Angliya hukumati mening Hindistonga o'tishim uchun viza berishni 2 yil kechiktirdi. 1941-yilning boshlarida Kabuldagi Angliya elchixonasi viza berishga qaror qilinganligini bildirdi. Viza ilib 1942-yili 3-oyning 23-kuni Peshawarga keldim. U yerdan Kalkuttaga berib, Çin bosh konsuli bilan ko'rishdim. Bosh konsul Pal Efendi mening Hindistonda turib xizmat qilishim uchun Çin hukumati tarafidan rasmiy buyruq yo'qligini bahona qilib, Çinga berishimga tarafdorlik bildirdi. Men Çinga berishni qabul qilmadim. Bu sabab bilan konsul meni Çinga ziyonli harakat qiladi degan gumon bilan meni Hindistondan chiqarishga harakat qildi. Men Kalkuttadan Rawalpindidagi oilamning qishig'i kelar kelmayla Angliya maxfiy soqchi CID'ning nazoratiga ilindim. 4-oyning 29-kuni Peshawar soqchisining qo'lida elib qilingan 4 sanduq kitobimni olg'ili Peshawarga borganimda ular maxfiy soqchi boshlig'ining Dehlidan kelgan bir buyruqini menga bildirdi. Buyruqda Hindiston hukumati mening tezlik bilan Hindistondan chiqib ketishimni talab qilmoqda edi. Men qo'limda pulim bo'lmaganlikdan boshqa bir yerga ketishim mumkin emas dedim. 5-oyning 2-kuni meni Peshawar markaziy turmaga qamadi. Rawalpindida oilamga qarayotgan bir navri tuqqanim Abdulkerim hojimnimi meni qamagan turmaga ilib kelib qamadi. İngiliz hukumatiga bir necha qitim murojaat qilib, nima jinoyat bilan qamalganligimni so'radim. Javobida jinoyatim borligini yozmay, Hindistondan chiqib ketish sharti bilan turmadan chiqarilganligim bildirilgan edi. İngiliz hukumati Çin hukumatiga murojaat yozishimga ruxsat qilmadi. Oxiri ayolim Jiang Kaishiga, İsa Bekka va boshqa hukumat odamlariga murojaat yozdi. Natijada marshal Jiang Kaishining buyrug'i bilan Çin bosh konsulining kapolat berishi natijasida 1943-yili 1-oyning 8-kuni meni qamoqdan chiqardi. Peshawar maxfiy soqchilari markazdan buyruq bo'yicha boshqa yerga ketish va yoki Hindistonda turishga huquqli ekanligimni bildirdi. 2 hafta o'tgandan keyin Dehlidan yana mening Çinga ketishim lozim ekanligi to'g'risida buyruq keldi. Bu buyruqqa binoan meni oilam bilan birlikda soqchi qo'shib majburiy holda Kalkuttaga elib berib Çin bosh konsuliga topshirib berdi. Çin bosh konsuli Chongqingdan kelgan bir telegrammani ko'rsatdi. Bu telegramma oilam bilan Çinga berishimni buyurgan. Aeroplan kirasi va pul chiqimi konsulxona tarafidan ta'min qilinganligi bildirilgan telegram ekan. İsa efendimmi Çinga berishimni da'vat qilib maktub yozgan edi. Shuning bilan 1943-yili 4-aprel kuni Kalkuttadan aeroplan bilan harakat qilib, shu kuni oqshimi Chongqing aerodromiga yetib bordik.
Aerodromda İsa Efendi başlıq yurttaşlar, Erkan Hərbi Riyasetining, Tashqi ishlar vazoratining, Gomindan partiya tashkilot vazoratining va musulmonlar jamiyatining a'zolaridan tarkib topgan 100 ga yaqin kishi meni qarshi oldi. Chungchungda bir qancha kun hukumat mehmoni bo'lib, markaziy mehmonxonada turdik. Yaxshi kutib olishga erishdim. Marshal Jankayshi yurt va millatingiz uchun qilgan xizmatlaringizni taqdirlayman. Bu yo'lda chekkan zahmatlaringizga cho'nqur hamdardligim bor. Chungchungda vataningiz uchun xizmat qiling. Yordam qilaman. Vaqt kelganda vataningizga qaytib berib, u yerda foydali xizmatlar qilishingizni umid qilaman, dedi. Chinda İsa Efendi bilan uzun muzokaralar qilgandan keyin siyosiy prinsipimizni mundaq bekitdik. Birinchi, Çin hukumatidan hozircha mustaqillik talab qilmay, muxtoriyat talab qilish. Bu muxtoriyatning asosiy shular: tashqi siyosat va mudofaa ishlari Çin markaziy hukumatining qo'lida bo'lib, boshqa ishlarda Sharqiy Turkiston to'liq ozod bo'lish. Ikkinchi, muxtoriyat talabimiz uchun Çin hukumatiga va har qaysi rasmiy qurultoylarga talabnoma yo'llash. Üçüncü, öz tarafimizdan Türkçe nashriyat chiqarish. Millatimizga muxtoriyat haqida to'g'ri tarbiya berish. Nashriyatimiz tarafidan Çincha majmua jurnal chiqarib, Çin millatining jamoat fikrini Turkiston tarafga moyil qilish. Yana bir tarafdan Çinning muhim gazet jurnallari orqali tashviqot yurgizish. To'rtinchi, muxtoriyat elingandan keyin azad bir havo ichida millatimizning siyosiy mafkurasini millatchilik nuqtasida birlashtirib, har qanday ajnabiy hokimiyatni qabul qilmaydigan saviyaga ko'tarish uchun millatimizning siyosiy engini o'stirish, iqtisodiy ahvolini yaxshilash, ma'rif va madaniyatni yuqori ko'tarish. 5. Turkiston aholisining ilmiy va siyosiy saviyasi mustaqillikqa muvofiq bir saviyaga yetgandan keyin ikkinchi bosqichda mustaqillik talabini o'tirg'i qo'yish. Bu qarorlarimizga Çin'de yashayotgan Çin Riyasat Cumhur Meclis a'zosi Mas'ud Sabri qatorliq yurtdoshlarimiz qo'shildi. Men Çin'ga kelishdan burun İsa Efendi Altay ismli majmuasini chiqarishga boshlab birinchi sonini chiqargan ekan. Men birinchi ishim sifatida Altay majmuasining bosh muharrirlik vazifasini ustimga oldim. Jurnalimiz yuqori prinsiplar asosida maqolalar bilan to'lgan holda chiqishga boshladi. Yana bir tarafdan Altay majmuasining Çinchisini chiqardik. Uzunga qolmay bu nashriyatimizning ham millatimiz ichida, ham Çin millati ichida yaxshi ta'sir qo'zg'aganligi oshkor bo'ldi. Çin ziyolilaridan Sun Yat-sen, Sun Zhongshanning o'g'li doktor Sun Fu boshliq tarafdorlarimiz va mutassiblardan Gomindan partiyasining eng kuchli kishilaridan Qin Kufu boshliq kuchli muxoliflarimiz maydonga chiqdi. Tarafdorlarimiz bu harakatimizni davomlashtirishimizga jasoratlantirib fikr bermoqda edi. Muxoliflarimiz har xil qiyinchiliklarni tug'dirib, hatto ba'zida qo'rqitib faoliyatlarimizni to'xtatishga tirishmoqda edi. Bu muxoliflarimiz bizning ayrim bir millat ekanligimizni e'tirof qilmaydi. Turkistondagi Türk millatini Çin millatining bir partiyasi degan ideyani tarqatdi. Turkiston Türk millatiga qarata hech qanday siyosiy mavjudiyatni tonimaydi. Bularning g'oyasi Turkiston Türk millatini yutib etish va assimilyatsiya qilib tarix sahnasidan yo'qotishdan iborat edi. Bu g'oya uchun Gomindan partiya tashkilot ministerligida maxsus tashviqot idorasi qurilgan edi. Bu asossiz nazariya va zolimona g'oyaga qarshi biz ilmiy dalillarga asoslangan mudofaa va ba'zi hujum mujodilalarimiz bilanla qolmay, bularga qo'shib Sun Zhongshanning 3 maslak
Senminjuyi isimli Çinning muqaddas kitobi, davlat tashkilot loyihasi qatorliq asarlardagi bizga foydali bo'lgan parchalarni nashr qilib, muxoliflarimizni mag'lub qilmoqda edik. Chunki bu asarlarda bizni musulmon turklar deb ataydi. Çinning siyosiy chegarasi ichidagi millatlarga milliy muxtoriyat berishga va'da qiladi. Çin chegarasi ichidagi millatlar qonun oldida barobar deydi. Bu asarlarda buningga o'xshash so'zlar xeyli ko'p uchraydi. 1943-yilning oxirlarida Çin hukumati asosiy qonun loyihasini hozirlash komiteti ismli bir komitet qurdi. Bu komitetning raisi doktor Sun Fu idi. Komitet 180 moddalik bir loyiha hozirlab nashr qildi va har qaysi jamiyat va xalqdan bu moddalar haqida fikrlari bo'lsa, komitetga ma'lum qilishni talab qildi. Men va İsa apandi Çin musulmonlari jamiyati bilan birlikda asosiy qonun loyihasiga fikr berish uchun bir maslak guruhi qurib, 1944-yili 3-oyning 18-kuni bu haqda bas munozir qilishdik. Natijada Çin musulmonlar jamiyati bizning Turkiston haqida bermoqchi bo'lgan fikrlarimizga qaytilmaydiganligini bildirdi. İsa apandi bilan men Turkiston nomida 19 moddalik bir talabnoma hozirlab 4-oyda komitetga berdik. Bu talabnomamizning muhim moddalari shulardan iborat. Birinchi, asosiy qonunga Sharqiy Turkiston xalqining Türk millati ekanligi ochiq yozilsin. İkinci, asosiy qonunda Sharqiy Turkiston Türk millatining muxtoriyatining asoslari ko'rsatilsin. Üçüncü, asosiy qonunning 4-moddasidagi Şinjan so'zi Türkiston deb o'zgartirilsin. 4. Asosiy qonun loyihasining 4-moddasidagi Çin davlati millati degan so'zni qabul qilmaymiz. Çin davlatiga tava millatlar deyilsin. 5. Loyihaning 5-moddasiga shu jumla qo'shilsin. Çin davlati chegarasi ichida millatlar siyosat, iqtisod, ma'rif, madaniyat, din, til, yoziq va boshqa har huquqda barobar. 6. Asosiy qonun loyihasining 7-moddasining oxiriga shu bir modda qo'shilsin. Çin davlatida ishlatiladigan pul va pochta markalari davlat ichidagi har bir millatning yoziqlari bilan birga besib tarqitiladi. 7. Asosiy qonun loyihasining 10-moddasidagi diniy ishlar qonunga xilof bo'lmaslik sharti bilan ma'ni qilinmaydi degan so'z elib tashlanib, bu moddaga shu ikki jumla qo'shilsin. Dinda ma'ni qilinmagan ishlarga qarshilik qilinmaydi. Dinga qarshi tashviq qilinmaydi. 8. Loyihaning 27-moddasidagi Moğol so'zining yeniga Türk so'zi qo'shilsin. 9. 27-moddaga shu bir jumla qo'shilsin. Milliy qurultayga a'zo saylanish haqqi har yerning yerlik aholisiga maxsusdir. 10. Loyihaning 81-moddasidan keyin shu bir modda ilova qilinsin. Chegara rayonlarda da'vo va mahkama so'roqlari shu yerning o'z aholisining tili va yoziqi bilan bo'ladi. 11. Loyihaning 85-moddasidan keyin shu bir modda ilova qilinsin. Har turlik imtihon har millatning o'z til va yoziqi bilan bo'ladi. 12. Loyihaning 90-moddasidagi Moğol so'zining yeniga Türk so'zi qo'shilsin. 13. Loyihaning 99-moddasiga shu bir jumla qo'shilsin. O'lka valilarining cho'qim yerlik xalqdan bo'lishi va yerlik xalq tarafidan saylanishi shartdir. 14. Loyihaning 133-moddasidan keyin shu bir modda ilova qilinsin. Çin davlati ichidagi har bir millatning har darajalik ma'rifi o'z tilida bo'ladi. 15. 138-moddaga shu jumla qo'shilsin.
Qonunlar har millatning yeziqi bilan besilib nashr qilinadi. Talabnomamizning boshqa 4 moddasi yuqorqi moddalarga yordamchi so'zlardan iboratdir. Qadrli radio anglovchilar, Keşmiş ve ibret sahifimiz mush yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglab berganingizga rahmat. Keyin kelib ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Mustamliki zulmida emrayotgan xalqimizning ohuzarini dunyoga anglatish. Vatan ichi sirtidagi xalqimiz taqdiriga munosabatlik muhim xabar, uchurlar va mulohizlardan kishilarni xabardor qilish. Diniy bilimlar, tariximiz, esil adabiy miroslarimiz orqali avlodlarda sog'lom e'tiqod, g'urur va ona til sevgisi yetildirish nishoni bilan vatan davosida tegishlik majburiyatini ado qilishni maqsad qilgan Uyg'ur nidosi tor radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom va salomlarini yo'llaydi. Yuriki vatan deb so'qqan vijdon egalarining moddiy va ma'naviy qo'llashi bizning mavjudligimizning kapolatidir. Assalomu alaykum hurmatli ona til va el suyar qarindishim. Avlodlaringizga suyumlik payg'ambarimizni tunutishni, esil an'analarimizni o'rgatishni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Siyrat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Payg'ambar alayhissalomning hayoti, ish faoliyatlari, hikoyalar, she'riyat gulzori, sayohat xotirasi, qiziqarli kartonlar, sahobalar hayotidan unchilar qatorliq rangdor sahifalar orqali o'smirlarimizning diqqatini jalb qilgusi. Siyrat o'smirlar jurnali fasllik bo'lib, har oyda bir qitim siz bilan yuz ko'rishadi. Har son 60 pat atrofida Siyrat o'smirlar jurnalining davomli nashr qilinishi va taraqqiyoti sizning jurnalimizga mushtari bo'lib, yaqindan qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Dunyoning har qaysi joylarida bu jurnal kirmagan birmi Uyg'ur oilasi qolmasligi uchun Siyrat o'smirlar jurnaliga mushtari bo'ling. Mushtari teping va tavsiya qiling. Tomchi ko'l bo'lur, qo'llasanglar taraqqiy qilur. Tirishchanlik bizdan, muvaffaqiyat Allohdandir. Kamoli ehtirom bilan Siyrat o'smirlar jurnali. Telefon nomeri 0090 553 070 73 50. Ana til darsligiga xaridor chaqirish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ana til tashabbuschisi Abduvali Oyib apandi tarafidan tuzilgan Ana til darsligi nashrdan chiqish oldida turmoqda. Bu kitobdagi asarlarni avtor o'zi yozgan va Uyg'ur bolalar adabiyoti javharlari asosida ratlab chiqqan bo'lib, bolalarning yeshi, mijozi va qiziqishiga mos holda tuzilgan. Savodi yangi chiqqan, chali chiqqan va yoziqchilik saviyasi to'liqlashga muhtoj o'quvchilarga mos keladi. Kitob oddiy tildagi she'r, qo'shiq, hikoya, cho'chaklar bilan boshlanib tadrijiy beyib mavdu va bolalarni tabiiy ona til dunyosiga boshlab kirdi. Kitobda har darsdan keyingi ko'nikmalar va oylik sinoq savollardan tashkil topgan bo'lib, bolalar oilada o'rganib ketaraydi. Agar muhojiratdagi ona til kurslariga darslik qilinsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Hamda oilada urf-odat, qoida-usul va madaniyat darsligi bo'lishga tamoman mos keladi. Bu kitobni keng doirada tarqalishi va har bir Uyg'ur oilasida bo'lishiga kapolat qilish uchun kitobning mazmuni, sifatiga alohida ahamiyat berish bilan birga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakolatan sotuvchilar belgilandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Safaköy va Zaytunburnu rayoniga setish nuqtasi ta'sis qilindi. Kitoblarning to'p tarqilishiga mas'ul xodim Nabijon Ala. Aloqa telefoni va WhatsApp nomeri 0090 535 84 86 039. İlxat adresi artuchbug'ra2015@gmail.com. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bu haftalik programımız mush yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglab berganingizga rahmat. Keyin kapti ko'rishaylik. Xayr xo'sh.